Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1770-yili ishlab chiqarilgan dunyodagi tunji par mashinasi bo'lib, fransiyalik injener Nikolas yasagan. Hozirgacha 256 yil bo'lgan, u chaq Chellon yillari edi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1903-yili Germaniya forumida yasalgan qatlama fotoapparat bo'lib, hozirgacha 123 yil bo'ldi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1850-yili Germaniyada yasalgan qo'l bilan aylantirilgan qahva ezish mashinasi bo'lib, sap mexaniklik qurilmali. 170 yil ishlatilgan, hozirgacha normal izalaydi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1886-yil ishlab chiqarilgan dunyodagi tunji ichidan yanadigan dvigatelli avtomobil bo'lib, germaniyalik injener Karl Benz laylagan, hozirgacha 140 yil bo'ldi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1890-yili Germaniyada yasalgan qo'l bilan aylantirilgan ustal ushkisi bo'lib, hozirgacha 136 yil bo'lgan. U hozirgi zamon elektrlik ustal ushkisining mexaniklik turi hisoblandi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1850-yili Angliyada ishlab chiqarilgan qo'l bilan aylantirilgan kesish mashinasi bo'lib, hozirgacha 176 yil bo'lgan. Hozirgi zamon tok bilan harakatlanadigan suqliq ayarning turi, shundaqla ayni chaqda mahsulot miqdorini zo'r darajada oshirgan. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1825-yili Angliya kashf qilgan par mashinasi bo'lib, hozirgacha 201 yil bo'ldi. Uning barliq kelishi par davrining yetib kelganligidan darak berdi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1883-yili Amerikada ishlab chiqarilgan sirt ko'zni ezish mashinasi bo'lib, hozirgacha 143 yil bo'lgan. Hozirgacha normal ishlayotdi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1913-yili Amerika Vaxda ishlab chiqargan qadimiy ishini yanadigan dvigatel bo'lib, hozirgacha 113 yil bo'ldi. Bu xil benzin kirsin orqali harakatlanadigan cho'ng tipga muqim ichidan yanadigan dvigatel butun zavodni ishlab chiqarish harakatlantirish kuchi bilan ta'minlaydi. Odatda ayni surati minutga 500 qatm atrofida bo'lib, aylanish aslo kuchi zo'r turga kirdi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1890-yili Amerikada ishlab chiqarilgan tunji tavranma sut aralashtirish mashinasi bo'lib, hozirgacha 136 yil bo'ldi. O'xshash rangli usti qapqi bar ikki aynak stakanda bir vaqtda 2 kishilik sut yasaladi. Ayni chaqda tomoq chiqarish unumi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1900-yili Amerikada ishlab chiqarilgan par bilan harakatlanadigan aylanma serik cho'gini bo'lib, hozirgacha 126 yil bo'ldi. Suv qaynaganda hosil bo'lgan par usti yoki yan tarafdagi kichik purkish eg'izidan etilib chiqadi. Suv qaynaganda cho'gining atrofidagi aylanmaga qachat uchqandek aylandi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1892-yili Germaniyalik Franz Vega kashf qilgan hisoblag'ich bo'lib, hozirgacha 134 yil bo'ldi. Bu qandaq g'alati ko'r narsa? Bu 1921-yili Amerikada yasalgan saqlanishligini bilaydigan mashina bo'lib, hozirgacha 105 yil bo'lgan. Mashinaning ichki qurilmasi apchil laylangan. Buning bilan tig' besini bilash jarayonida avtomatik o'rildi.